Ma mening bir onam, ma bir o'yga bir 2000 ko'p pul so'rab kelib qopti ekan. Mahmuşuk. Pek çok neyse aldık ha sana. Geldin o zaman. Ha, nima ish qilding bugun? Bugün şu bozorga chiqdim. Mahmuşukka bir qish kelib qopti ekan-da, kiydiganga. Omaq kiyim, anadagi yem, bir töz ko'rgan pul ketibdi. Ma mushukka qish kelib qopti ekan, kiyim oldim dedingmi? Ha? Sen de daim baqqan ekan buni hamda bir nasta baqqal dedim. Voy qayla. Bu mushuk degan nima? Kichik vaqtimda bizning ot-bolalarimiz baqqan. Uli bir kiyim tikib berib, kiyim kiydirib boqmagan, mushpasi baqqan bu mushukni. Ma tabiatimni qonuniyatni buzib etmanglar deyman. Ota bobomdan deydi ekansiz. Ota bobomingiz qoldi bu yerda hozir. Bu mushuk ko'tarib bozor chiqadigan ish ham bu yerda. Bu ne çirkin mushuk degan deyman. Balık alsang bulapta. Bu mushuk degan bu bir hayvan. Bunun o'zining terisi bor, o'zi to'ngmaydi. Bu yozda so'rib, qishda so'raydigan nima bu deyman. Ben aşırı etmanglar bu şahitçilik deb bu Yevropaçılışman bu mushuk kiyim kiydirib. Sen bilan bizma 90-yilda tug'ilgan. Shu bu aşam bu yerda cho'ng olgan bizma. Bek o'zgarib olmaylar, cho'ngilib plan. Yana nima ish qilding? Aras opangiz kelibdi ekan. Mening opam ketdi ekanmi? Ha. 2000 koy so'rab. 200 koy berdim juma. Va quruq qo'l qaytirib deysam, yaxshi olmayotgan ekan. Yo'q. Shuni 200 koy bersam, kelar hafta pensiya maoshim chiqqanda beraydi. Peki. 2000 koy pul olsa, 200 koy berib turdingmi? Yo'q, obdan qopsan. Qayla? Ne? Ben sana bir kichkindim yo'lda kelchi hozir bir o'ylanib qolgan bir gaplarim bor deb beraymi? Neden? Buni o'ylab boqsam men yolg'onchi ekanman qayla. Bagaldamchi ekanman. Ana. G'azab oldimchi ekanman. Kichkimdan tortib ta hozir kelchi men yolg'onchilik qilib mashg'ul ekanman. Qanday ekansiz? Manda ekan qayla. Men kichik vaqtimda ash mal to'p o'ynab olsam, biz bilan qo'lim qo'shilib chiqib o'tirdigan tashkil oldida. O'tirib menga deydi. Çoğun olsan atanın neymiş qilib bersa so'rab baqirishim menda. Neymiş qilib bersa desa, men çoğun olsam aytadamga yo'q baba mashinani olib berma deydim. Çoğun oldim. Şu mashinani oldik, noch mashinani oldim. Lekin o mashinada dadam emas, sağ o'tiradi. O'zim qapti men mashinani. Aldabdi men shuni. Kichkindan aldamchi ekanman men. Andikin ota-onam cho'ng olgan nima ish qilib bersa desa, men cho'ng olgan ota-onam deganda bek obdan boqama, undaq qilma, mundaq qilma deydim. Cho'ng olgan shu isil o'yilda mavtdadim. Isil kiyim-kechak qildim, men kiydim. Ota-onam men shu meliq cho'ng olgan iliq ko'nmaldik, iliq uyda o'tirardi. Ulg'a endi dinimni qilib bermadim. Rosa olganchi ekanman. Uchinchilab anamın neymiş qilib bersa desa, men cho'ng olsam, anam deganga oltin uzuk, oltin bilezik, oltin zencil degani olib berib, anam degani bek xonishildek ne olib chiqadigan. Ajna boqma cho'ng olganda deydim. Lekin cho'ng oldim. Shu oltin uzuk, oltin bilezik, oltin zibzinatini sen taqatsa, erkishtirib men taqatima. Shu anamga bir ta uzuk olib beremabdim. Ma endi kelib kelsak, ma mening bir onam, ma bir o'yga bir 2000 ko'p pul so'rab kelib qopti ekan. Ma balam bor, bir tog'dek o'g'lim bor. Men basam, demak men ashuning ağamni so'rayapman. Bir 2000 ko'p pul so'rab kelib qolgan gunoyiga. 200 ko'y, ma hayvonga opsat o'zdoylik kiyim-kechakmish hayvonga. Onamdan meni biqib cho'ng qilgan, onamdan meni biqib cho'ng qilib mushkun erishtirib Mujla qilib qo'ygan bir onamdan bir hayvanchilik, bir töz ko'yliq inoat bo'lmoqda ya. Bir ona deganga bir 2000 ko'p pul so'rgan bo'lsa, bir 2000 ko'p pulni qitib. Ma onangiz kelibdi ekan. Onangiz sen bir to'y qilgandan tortib, onangiz deb kelyapsa. Ma'qul, mening onam bu, sizning onang emas. Uni to'g'ri tushuntirlar. Bir 2000 ko'p pulga 5000 ko'p pulni qitib, 4000 ko'p pulni bir qo'lga tutqizib, ma bir opam kelibdi ekan, ma 4000 ko'p pulni berib bermasam, men yurkam vang qilib ketaman.
Manda qilib ketmanglar. Va sen qiriysa, ma jahon, o'tni jahon. Bizning kondirimiz bek degan bu jahon o'tni jahon. Ota-onamizga qanday qilgan muomala qilgan bo'lsak, ota-onamizga qanday yaxshilik, qanday yomonlik qilgan bo'lsak, o'zimizning farzandlaridan, o'zimizning mush hayotimizda osh yoq qilgan yaxshiligimizni, yomonligimizni bizga ko'rsatmay turib o'lmaymiz. Quvvat. Bu o'tni jahon ma'lum. Bir cho'nqa ota-ona deganga biz qanchalik qilsak arziydi. Lekin sen ma bir o farzand degan o'tib tursin, sen bir 10 ulashga loyiq emas ekansan. Na bir 10 ulashqa. Fuqavalcıma. Bolda va gapni jiqinmayman. Sinama ish baldiring oldin pidelab yuradi. Aşulu sen qirmasanmi? Aşulu cho'ng o'g'an vaqtda sen qirib ashuni oldiga mendim xuddi onamdek, dadamda ağırlık qolgandek, sen menda ağırlık qilib 2000 kapılık zar olab aş ballarımızdan aldı berib qolgan vaqtında 200 kapını kildan ko'tarib chiqib, maptini ilib ertiniga qaytarib bersa degan vaqtida men yurgan qanavlida hesibni o'rni qo'yib baq. Sen bir ona. Lekin o sen buni onulashqa loyiqana ona emas. Sen bir baltug'ush zavutlan. Baltug'ib qo'ysang ham bo'ldi. Sen balni bir tarbiyalashgansan ama seviyaring yetishmaydi ekan. Salohiyating yo'q. Bu o'zining bir cho'ng qilgan ota-onasiga yosh ma'mul qilgandim, o tuqqan bolasini qancha tarbiyalab ketdi. Men qoqsam baka sana qo'lim bekitib qoladi qala. Ko'zimda yo'qlar. Mening onam hayot oldi ekan, men senda qiz oldin, bir ikkizni oldimga xato qilib, bolam taliya qazib berma deyalaydi mening onam. Men haqiqiy mehrim muhabbatim beralaydi. Lekin sen naval kirekdan men onamdan hozirgi onam hayot. Onamni chiqib qolay. Menga bir onamning menga bergan mehrning undan birini bera olamsan? Onamning menga bergan muhabbatni bera olamsan? Mumkin emas. Bu onaning muhabbatiga hech qanday jahonda bor mavjudotning muhabbati to'g'ri kelmaydi. Bu hayvonning onasi shunda. O'zining bolasini ishlamaydi. Shuning uchun gapni qilishmaylar. Go'zal yo'qlayman.